Barlıq əmdü sana Cənab-ı Allah'a bolsun. Şundaqla Peyğəmbərimizə, ail tabiatlarına və onunğa taki qiyametkiçi əgəşkənlərə durud salamlar bolsun. Köpçülük alimlərinin qarashıca, Aşura günü Hicriye kalendarının 1-ci ayı, yəni Muharremning 10-cu günü bo'lib, bu gün bəzi vaqaliklar və ne'matlar bo'lgan alohida bir kun bo'lğaçqa, bu kunda ro'za tutish yo'l qo'yilgan. Ba'zi alimlar Aşura gününü Muharremning 9-cu günü deb qaragan. Bu qarash Hazreti İbn Abbas radhiyallohu anhudan kelgan deb qaraladi. Ba'zi manbalarda nurg'ulg'an vaqaliklarning mushu kunda yuz berganligi so'zlangan bo'lsa-mu, lekin bularning ko'pinchisining sahih hadisdan tarixiy chilligi yo'q. İmam Ahmad rivoyat qilgan bir hadisda bu Nuh alayhissalomning kemisi to'pon balasidan keyin Judi tog'iga kelib to'xtagan kun deb kelgan. Yana ba'zi kitoblarda bu İbrahim, Musa, İsa alayhissalomlar tug'ilgan kun. İbrahim alayhissalom o'tga tashlanganda o't suv bergan kun. Ayyub alayhissalomga shifolik ato qilingan, Yaqub alayhissalomning ko'zi ochilgan, Yusuf alayhissalom quduqdan chiqarilgan, Musa alayhissalom sehrgarlar bilan baslashib, ularni mag'lub qilgan, undaq bo'lgan, bundaq bo'lgan kun deb kelgan bo'lsa-mu, bularning ilmiy dalili va sahih asosi yo'q. Bu kunlarda yuz bergan vaqaliklardan Allah Taala bu kunda Musa alayhissalom va uning qavmini zalim Fir'avnning zulmidan qutuldirib, Fir'avn va uning zalim qavmini g'arq qilib etgan. Bu sababdan bu kun Yahudilar tarixida ikki davrni ayirib turadigan fasil kun hisoblangan. Allah Taala bu kunni bundaq bayon qilgan. Öz vaqtida sizlarni qattiq qiynagan, o'g'illaringlarni bo'g'izlab, qizlaringlarni ishq salish uchun tirik qoldirgan Fir'avn guruhidan sizlarni qutqizdik. Bu Parvardigoringlarning yaxshi odam bilan yomon odamni ajratadigan cho'ng siniqi edi. Öz vaqtida dengizni yerib sizlarni qutqizdik. Ya'ni dengizning suyini o'ttirdan bo'lib, quruq yo'l hosil qilib, shu yerdan sizlarni salomat o'tkazdik va Fir'avn guruhini ko'z oldinglarda g'arq qildik. Lekin Yahudilar bu kunda Fir'avnning zulmidan qutulgan va ozodlikka erishib, mustaqil davlatni qurgan bo'lsa-mu, keyincha ular Allah Taolaning bu ne'matiga shukr qilmay, o'zaro ittifoqsizlik, fitna-fasod va zamonda bozg'unchilik qilishib, oxiri Allah Taala ularni vayronchilik va sarsanchilikqa duchor qilib etgan. Musa alayhissalomni qavmi bilan Fir'avn qo'lidan qutqizganlik voqeasi rost bo'lsa-mu, lekin bu qutqizishning Aşura kunida yuz berganligi Yahudilarning kitoblaridan kelgan ma'lumot bo'lib, buning rost yoki yolg'onligi noma'lum. Lekin qandaqli bo'lmasin, Rasululloh bu kunda ro'za tutishga buyurgan. Said ibn Jubayr rivoyat qiladi-ki, Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelib, Yahudilarning Aşura kuni ro'za tutganligini ko'rib surishtirganda, ular bu xosiyatli ulug' kun. Bu Musa alayhissalom Fir'avndan qutulgan kundir deyishgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalarga: "Sizlar Musaga ulardan aqlliroq, shunga ro'za tutinglar" deb buyurdi. Shunda qilib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu kunda ro'za tutishga buyurgan, toki Ramazon oyida ro'za tutish farz qilingan qadar bu kunda ro'za tutilgan. Ramazon oyida ro'za tutish yo'l qo'yilgandan keyin bu kunda ro'za tutish mustahab bo'lib kelgan. Urva ibn Zubayr rivoyat qiladi-ki, Aisha radhiyallohu anha mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Aşura kuni ro'za tutishga buyurgan edi. Ramazon farz qilinibdi. Aşura kuni xohlagan kishi ro'za tutib, xohlagan kishi ro'za tutmaydigan bo'ldi. Balki Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Yahudilardan musulmon bo'lgan Abdullah ibn Salamdek ba'zi sahobalardan bu kunda shu vaqalikning bo'lganligining rostligini bilgan yoki Alloh taolo uningga buning rostligini bildirgan bo'lsa kerak. Imam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi aytgandek, Aşura kuni ro'za tutish burun vojib edi desakmi, yoki boshqalar aytgandek burun ta'kidlangan sunnat edi desakmi, ishqilib hijratning 2-yili Sha'ban oyining 2-kunidan boshlab Ramazonda ro'za tutish farz qilingan. Bu tarixdan keyin Aşurada ro'za tutish mustahab holatda qolgan. Amaliyotda Aşura kunida ro'za tutish Musa alayhissalomdan qadimki İbrahim
va Ismoil alayhissalomlardan qolgan bo'lib, Quraysh qabilasi bu kunda ro'za tutdi. Payg'ambar alayhissalommi Qurayshga ergishib, Madinaga hijrat qilgan qadar bu kunda ro'za tutib kelgan edi. Urvi rivoyat qiladi-ki, Oysha radhiyallohu anha mundaq degan: Qurayshlar jahiliyatda Ashura kuni ro'za tutdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kunda ro'za tutdi. Rasululloh Madinaga hijrat qilib borgandan keyin Ashura kuni ro'za tutib, boshqalarni ro'za tutishga buyurdi. Ramazon farz qilinibdi, Rasululloh Ashura kuni ro'za tutmaydigan bo'ldi. Shuning bilan xohlaganlar u kunda ro'za tutdi, xohlaganlar tutmadi. Demak, bu kunda ro'za tutish Yahudiylarga ergishib yo'l qo'yilgan emas. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makkadagi vaqtida Qurayshning Ibrohim alayhissalomning qilgan hajga o'xshash to'g'ri ibodatlarni qilgan holda bu kunda ro'za tutgan. Keyin Madinaga kelganda burunqidek ro'za tutib, Musa alayhissalomning Fir'avndan qutulgan bu kunda ro'za tutib shukr qilgan. Ba'zi olimlar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vahiy orqali bu kunda ro'za tutishga buyurilgan. Yahudiylarning shariatiga ergashganlik uchun ro'za tutmagan deb qaragan. Yana ba'zi olimlar mundaq deb qaragan. Dastlabki chog'larda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ahli kitoblarning islomda cheklanmagan ba'zi faoliyatlarini ularni islomga moyil qilish uchun qilgan. Keyin islom kuchayib bo'lganda ulardan farqlanish uchun Ashuraning oldi-keyingi kunlarni qetib tutishga buyurgan. Lekin ro'za tutishni bekor qilmagan. Bu Makka fathi qilinib, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lish oldidagi yillar edi. Qiblimi burun Baytul Muqaddas bo'lib, keyincha Ka'baga o'zgartirilgan edi. Yana bu kunda yuz bergan islom tarixiga kuchli ta'sir ko'rsatgan voqealarning biri bo'lsa, Imom Ali radhiyallohu anhu ning o'g'li, Payg'ambar alayhissalomning nevarasi Imom Husayn radhiyallohu anhu va uning urug' tuqqanlarining mushkunda, ya'ni Hijriya 61-yili Muharramning 10-kuni Karbala cho'lida qonxo'r iroqliklar tomonidan vahshiyona o'ldirilishidir. Aslida iroqlik shialar Imom Husaynni Iroqqa taklif qilib, uni xalif qilmoqchi bo'lganda, Imom Husayn oilasi va jamoatidan 100 necha kishini elib Iroqqa borgan. Karbala cho'liga kelganda ahdida turmaydigan iroqlik shialar xalifa Yazidga setilib, Imom Husayn va uning jamoatiga zo'r qo'shin bilan xoinlarcha hujum qilgan. Imom Husayn bu qo'shinga hamrohlari bilan bir qancha kun taqobil turib, favqulodda botirlik bilan jang qilgan bo'lsa-mu, bu zo'r qo'shin oldida son jihatdan oz kelib qolib, hamrohlari bilan birga shehid bo'lgan. Keyincha ozg'un shialar bu kunni o'zini kachatlash va qamchilash orqali o'zining qilmishlariga pushaymon qilib o'tkazadigan ta'ziya va motam kuniga aylantirib olgan. Hozirmi Iron, Iroqdagi ba'zi islom ellarida shialar bu kunda o'zlarini kachatlaydi va qamchilaydi. Bu islom ko'rsatmasiga xilof bid'at ishdir. Keyincha shialar bilan siyosiy kurashlarda bo'lgan Umaviylar jamoatimi bu kunni o'z manfaatlariga qo'llanib, har xil tabriklash faoliyatlarini paydo qilgan. Shialar qattiq qayg'urish va hasrat nadomat izhor qilishsa, boshqalar yuyinish, surma-surkash, kang tasha yeb ichish orqali xushalligini izhor qilishadigan bid'atlarni paydo qilishgan. Hatto bu vaqtda yolg'on hadislarni to'qishgan. Lekin bu kunda biz qilishimiz kerak bo'lgan ish bo'lsa, faqatla ro'za tutish orqali bu kunning fazilatiga erishishdir. Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ashura kunida ro'za tutish to'g'risida so'ralibdi, o'tgan bir yillik gunohlarni yuyitdi deb kelgan. Bu kunda ro'za bo'lgan kishi 9-kunni qetib ro'za tutishi mustahab bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ashura kunida ro'za tutib, sahobalarni ro'za tutishga buyurganda, sahobalar: "Ey Rasululloh, bu Yahudi nasoralar ulug'laydigan kun" deyishgan. Buni anglab Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Inshaalloh, kelar yili kelsa 9-kuni ro'za tutamiz" degan. Biroq Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana bir yil kelguncha olamda o'tgan. Yana bir hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Yahudiylarga zid ish qilib, uning oldida bir kun, orqada bir kun ro'za tutinglar. Bularga asosan olimlar mundaq degan: Ashura kunida ro'za tutish 3 daraja bo'ladi. Birinchisi 9, 10 va 11.
3 kunni ro'za tutish. Ikkinchi daraja 9 va 10 2 kunni ro'za tutish. Uchinchi daraja yolg'iz 10 kunni ro'za tutish. İmam İbn Taymiye rahmetullohi alayh mundaq degan: "To'g'risi, bu kunda ro'za tutgan kishining 9-kunni qetib tutishi mustahab bo'ladi. Chunki bu payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oxirgi umrida ko'rsatgan ko'rsatmadir." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Kelar yilga qadar hayot bo'lsam, cho'qim 9-kunni tutaman." Mana bu payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yo'l qo'ygan sunnatdir. Buningdan boshqa odatdan tashqari yemek-ichmek tayyorlash, yangi kiyim kiyish, ko'p pul xarjlash yoki surma surkash, yoki atir chechish yoki maxsus namoz o'qish, qurbonlik qilish va o'zaro fat o'qishish qatorliqlar bo'lsa, yomon bid'atlardandir. Bundaq ishlarni ya payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, ya uning xalifalari va ya undan keyingi imom Malik, imom Abu Hanifa, imom Shafi'i qatorliq islom olimlarining hech qaysisi mustahab deb qaramagan. 9-kunni qetib ro'za tutishga olimlar 3 xil sabab ko'rsatgan. Birinchisi, Yahudilarga zid ish qilish uchun. Ikkinchisi, juma kunida yolg'iz ro'za tutmaslikdek, Ashura kunidami yolg'iz tutmay, bir kunni uningga juplash yuzasidan 9-kunida ro'za tutish yo'l qo'yilgan. Uchinchisi, oy ko'rishda xatolik yuz berishni ehtiyot qilib, oldingi kunda ro'za tutib, xotirjam bo'lish va Ashura kunni o'tkazib o'tmaslik uchun. İmam Muslim sahihida rivoyat qilgan Ashura kunida ro'za tutish 1 yillik gunohlarni yuvitadi degan hadisning mazmuniga kelsak, olimlarning deyishicha, bu kunda ro'za tutish orqali yuvitilgan gunohlar kichik gunohlardir. Bu o'tgan yoki keladigan yilning gunohlaridir. Navoda kichik gunohlari bo'lmasa, cho'ng gunohlari yengilletiladi. Cho'ng gunohlari bo'lmasa, darajasi o'rlatiladi. Bu Alloh taolaning fazli va iltifotiga bog'liq. Ammo cho'ng gunohlar faqatla rostchil tavba qilib, gunohga pushaymon qilish, qayta qilmaslikka bel bog'lash va boshqalarning haqqini egasiga qaytarish yoki Allohning rahmati bilan yo'yiladi. To'liq shartlari bilan ado qilingan haj bilanmi yo'yilishi mumkin. Ammo boshqalarning haqqiga tajovuz qilgan bo'lsa, bu gunohlar faqatla shu haq egalarining roziligi bilan yo'yiladi. Vallohu alam. Fatvoda doktor Abdulaziz rahmatulloh 2011-yili 11-oyning 29-kuni. Fatvolar majmuasi 2-tom 43-numurliq fatvo.